Uydagilar kir yuvish mashinasi so'ragan. Yo'qdan bolalarni kiyintirish kerak. Unda qaysi biriga gitsam bo'larkan? Buni yechimini topish kerak. Ishonchga kiraman. Mana ish bilakan? Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bu kir yuvish mashinamiz 9 kilogrammgacha bo'lgan, kirlarga mo'ljallangan Artel brendiga tegishli hisoblanadi. Hurmatli mijoz, ushbu avtomat kir yuvish mashinamiz hozirda aksiyaga tushgan bo'lib, buni 30% chegirma yoki 40% bonus asosida xarid qilish imkoniyati sizda mavjud. 30% chegirma yoki 40% bonus. Ha, tushunarli. To'xta. Chegirma yoki bonus dedi-ya. Chegirmani-ku tushundim. Bu bonus nima ekan? Bonus bu nima degani? Hurmatli mijoz, bonus bu siz xarid qilgan mahsulotlar narxidan beriladigan cashback sifatidagi summa hisoblanadi. Agar siz LG brendiga tegishli bo'lgan avtomat kir yuvish mashinasi yoki televizor xarid qiladigan bo'lsangiz, har 1 million uchun 400 ming so'mdan bonus chiqadi. Ushbu bonusga siz xohlagan turdagi mahsulotingizni xarid qilishingiz mumkin. Masalan, mikroto'lqinli isitgich bilan changyutgich. Yo'q. Albatta. Yo'q-ku. Yoki bo'lmasa, mana bu yerda turgan barcha turdagi sovg'alarni olishingiz mumkin. Hammasini. Albatta, hammasi sizga beriladi. Mana shu stol ustida turgan jamiki sovg'alar bonusga beriladi. Albatta bonusga beriladi. Bu juda yaxshi. Yuring bonus ham shartnoma. Hurmatli mijozlar, agar siz ham ushbu aksiyadan foydalanib qolmoqchi bo'lsangiz, 28 fevral sanasiga qadar ishonch do'konlarining barcha filiallariga tashrif buyuring. Unutmang, aksiyada barcha turdagi mahsulotlarimiz mavjud.